Men hozir naq 5 million dollarning ustida turibman. Bu shou biznes tarixidagi eng katta pul mukofoti. Va shu 5 million dollar uchun 1000 nafar ishtirokchi o'zaro bellashadi. Qani kelinglar. Ha, bu haqiqat. 1000 nafar ishtirokchi maydonga bostirib kelmoqda. Bu rekord. Afsuski, shu 1000 kishidan faqat bittasi qolgan raqiblarni mag'lub etib, nabiralariga ham yetadigan 5 million dollar bilan uyiga qaytadi. Beast o'yinlariga xush kelibsiz. Men ko'chada o'sganman va endi boshpanasiz bolalarga yordam bermoqchiman. Shu 5 million orzuyimni ro'yobga chiqarishga imkon beradi. Agar men 5 million dollar yutsam, umrimni oxirigacha passiv daromadga ega bo'laman. Bu pul bilan otamni nafaqaga chiqarishim mumkin. Bu pullar jamiyatimiz rivojiga yordam berishi mumkin. Oilamni butunlay qashshoqlikdan qutqarishim mumkin. Bu yerda pulimni ehson qilaman degan masxarabozlar bor. Men esa o'zimga tilla zanjir sotib olaman. Bu pul uchun o'lishga tayyorman. 5 million dollar uchun o'laman. O'yinimiz ajoyib bo'ladi. Hamma juda ham hayajonda. Omad tilayman. Bu musobaqa tasavvur qilganingizdan ham dahshatli bo'ladi. Eng ko'p ishtirokchi bizning shouda qatnashmoqda va 5 million mukofotdan tashqari boshqa sovrinlar ham bor. Masalan, Lamborghini va bir necha million turadigan orolni ham o'ynaymiz. Hatto butun bir shahar ham qurdik. Men Mr. Beastman. Bular esa mening 5 do'stim va birozdan keyin ko'radiganlaringiz sizni hayratda qoldiradi. O'yin boshlanmasdan avval sizga bir taklifim bor. Ko'plab musobaqalarda bosh sovrin 1 million dollar bo'ladi, ammo bizning shoumizda hatto birinchi o'yinni o'ynamasdan avval 1 million dollar tarqataman. Qani 1 million dollarni olib keling. Uzmedia.tv saytida premyera. Bu biroz vaqt oladi, chunki million dollar katta pul. Hozir oldimda 1 million dollar turibdi. Taymerni 10 daqiqaga qo'ying. Qaror qilishingiz uchun 10 daqiqangiz bor. O'yinda qolasizmi yoki planshetingizdagi tugmani bosib o'yindan chiqib ketasizmi? O'yindan chiqib ketganlar mana shu 1 million dollarni o'rtalarida teng bo'lib olishadi. Aytmoqchimanki, agar orangizdan bir kishi o'yindan chiqib ketsa, u millioner bo'ladi. Ammo 50 kishi chiqib ketsa, har biri 20 ming dollar oladi. Adolatli bo'ling. Qani omad tilayman. Chindan ham o'zingizni shu yerdagi 1000 kishi orasida g'olib bo'lib 5 million dollarni qo'lga kiritadigan haqiqiy chempion deb bilasizmi? Yoki oson yo'lni tanlab, hali ham imkoniyatingiz borligida pulni olib ketmoqchimisiz? Buni vaqt ko'rsatadi. Taymerni ishga tushiring. Shunday katta puldan voz kechsam, oilam nima deydi? Taklifga rozi bo'ling, pulni oling. Chindan ham katta pul. Men maydonni tark etmayman. 5 million dollarni qo'lga kiritmagunimcha uyga qaytmayman. Kimdir bosdi, pulni olishga qaror qildi. Allaqachon bir kishi bor. Steve! Hozircha sen millionersan. Agar yana kimdir bossa, 500 ming dollar olasan. Qani? Bu g'irtelbalik. Kazinodaman deb tasavvur qil. Million yil o'tsa ham buncha pulni yuta olmaysan. Vaqt o'tyapti. Juda ham katta pul. Hozir tugmani bossang 250 ming olasan. Yo'q, 200 ming dollar olib ham ketmaysanmi? Yo'q, ketmayman. 200 ming dollar deyapman. Ketmayman. Hozir bunga arzimaydi. Yo'q, meni sotib olish olmaydi. Hech qachon. Men oxirigacha borishga tayyorman. Rozi bo'ladi deb o'ylayapsan meni? Yo'q. Hech qachon. U esini yeb qo'yibdi. Kim tugmani bosadi? Sen bosasanmi? Yo'q. Nimaga? Bossangchi. Ko'pchilik ketishga tayyor. Demak, raqiblar ham oz qolyapti. Bu juda ham hayajonli. Biz qolamiz. Aniqmi? Ha! Bilmayman. Tezroq bir qarorga keling. 2 daqiqa qoldi. Yana bittasi bosdi. Men rad qilaman. 90 ming ham katta pul. Ha, lekin bu yerda 5 million turibdi. 1 daqiqadan ham kam vaqt qoldi. Bossangchi. Yo'q, bu yerdan ket. Bosmasligim kerak edi. 10 soniya. 10 soniya. Bosing. Bularni hammasi aqldan ozibdi. Bossangchi. Kim tugmani bosadi, bosadigan yo'qmi? Aqldan ozganmisiz? Bo'lishi mumkin emas. Demak, hammasi bo'lib 52 ishtirokchi tugmani bosdi. Tabriklaymiz. Har biringiz 20 ming dollarga yaqin pul yutdingiz. Bu yerdagi 52 kishi o'yindan chiqadi. Qolgan ishtirokchilarning ko'pchiligi pulni olmaganiga afsuslanadi. Chunki navbatdagi o'yinimiz shou tarixidagi eng shafqatsiz bo'lishi mumkin. Pulni olishganda yaxshi bo'ladi. Bu pullar hayotimni o'zgartirarmidi? Albatta. Qaroqchi kemasini ko'rish, o'sha shaharda yashash, hammasi orzu bo'lib qoladi.
Shaharga borishga tayyorman. Shaharga borishga tayyorman. Ha? Menga bu yerda joy yo'q. Hatto qanday kelganimni bilmayman. Hech qanday strategiyam yo'q. Men tamoman 948 ishtirokchi taklifimni rad etdi. Endi orqaga yo'l yo'q. Beast o'yinlari boshlandi. 948 ta ishtirokchi qoldi. Faqat bir kishi g'olib bo'ladi. Birinchi bosqichda hammangiz jamoa bo'lib kurashasiz. Bu qator bir jamoa, bu qator boshqa jamoa, bu qator ham bir jamoa. Tushundingiz deb o'ylayman. Har bir qatordagi 80 kishi birga harakat qiladi. Ha! Ammo xursand bo'lishga shoshilmang. Chunki jamoangiz keyingi bosqichga o'tishi uchun kimdir o'zini qurbon qilish kerak bo'ladi. la'nata. Yo, xudoyim. Ya'ni jamoadoshlarining o'yinda davom etishi uchun orangizdan kimdir o'z ixtiyori bilan 5 million dollardan voz kechish kerak bo'ladi. La'nati, 20 ming dollar olsam bo'larkan deb afsuslanyapman. Sen avval pulni olib uyingga ketmagan bo'lsang, endi nega jamoang uchun o'zingni qurbon qilishing kerak? Menimcha men o'zimni qurbon qilishim kerak. Insonlarning men uchun qadrli ekanini bilishlarini istayman. Va koshki hamma o'yinlar shunday bo'lsa edi. Chunki men ketmayman. Sen ham ketmasliging aniq. U ham ketmaydi. Kim o'zini qurbon qiladi? Men tugmani bosmayman. Kimdir jamoa manfaati uchun ketish kerak. Vaziyat qanday? U yerlarda vaziyat qanday? Men ketmayman. Yo'q, hech kim yo'qmi? Xudoyim. Ha, yana bir narsa. O'yin allaqachon boshlangan. Agar hech kim o'yindan chiqishni istamasa, oxirgi 3 qator butunlay chiqib ketadi. Ya'ni 12 qatordan faqat 9 tasi keyingi bosqichga o'tadi. Bo'ling! Bosing! Tezroq! Juda ham tez. Qani? Tezroq bosing, bo'ling! Qani bo'linglar! Tabriklayman. Ortimdan. Bo'la qolinglar. Nimaga cho'zyapsan? Balki kimdir bosib qolar. Qani bossangchi. Tugmani bosadigan odam yo'qmi? Nima qilamiz, a? Nima qilamiz? Nima qilamiz? Kim bosadi? Bo'la qol. Meni unutmang. Kim bosadi? Kim bosadi? Bo'linglar. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz, muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir denkada bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Tezroq! Agar hech kim bosmasa, hammamiz chiqib ketamiz. Tugmani bosinglar. 2. Men ketmayman. Bossangchi. Iltimos, tugmani bosing. Bosing. Tugmani bosinglar. Iltimos. Bo'la qolinglar. Yana bitta qoldi. Qani bo'ling. Tugmani bosing. Tezroq bo'ling. Пинко Казино. Безлимитные и самые быстрые выводы для игроков. Найди сайт Пинко Казино, регистрируйся, вводи промокод КИНО и забирай свои фри-спины. Men bosdim. Rahmat aytma. Oilang uchun g'alaba qozon. Iltimos, ular uchun g'alaba qozon. Biz uddalaymiz. Uddalayman. Albatta uddalaymiz. Olg'a! Ha, biz o'tdik. Afsuski butun qator chiqib ketdi. Olg'a! Rafiqam hali ham o'yinda. 5 million yutish uchun bir kishi yetadi. Ikkinchiga hojat yo'q. Omad yor bo'lsin hayotim. Biz bolalar bilan uyda senga muxlislik qilamiz. Yig'lamaslikka harakat qilyapman. Seni sevaman. Men ham. Chin dildan aytyapman. Sevaman. Jamoa uchun o'zingni qurbon qildingmi? Ha, bu odamlarning barchasi g'alaba qozonish uchun imkoniyatga loyiq. Nimani his qilyapsan? Juda ham xafaman. Qatoringdagi barcha senga qarsak chalsin. Sen ular uchun o'zingni qurbon qilding. Tayyormisan? Ha, mayli.
Voy xudoyim! Ya xudo! Dahshat! Ya! Menimcha hozir hammangizda bir savol tug'ilyapti. Bir vaqtning o'zida 80 kishini o'yindan chiqarib yuborish mumkinmi? Javobim ha. Qani, tushiring. Ishonish qiyin-a, xudoyim. Afsuski, bu qatorda ham jamoa uchun o'zini qurbon qiladigan odam topilmadi. Buni qara. Keling, xursandchiligimizni davom ettiraylik. Hoy, orqadagi do'stim, tasodifiy tugmani bosishni boshla. Ha, mana shunday. Yo'q, qoyilman. Voy, qoyil! Bu rostmana shafqatsizlik. Xudoyim. Bir kishi qoldi. So'nggi so'zing bormi? Men kuchsiz emasman. Chunki meni raqamim. Shunday qilib, bu bosqich rasman yakunlandi. Koshki kimdir chiqib ketganda edi. Navbatdagi tanlov kutyapman, lekin albatta asabiylashyapman. Ha, oson bo'lmaydi. Juda ham og'ir bo'ladi, ammo tez orada hammasi tugaydi va hammamiz birga shaharga ketamiz. Ishtirokchi aytgan shahar hazil emas. Ko'rib turgan bu bahaybat bino faqat boshlanishi. Beast City'ga xush kelibsiz. Bu bo'lim oxirida o'yindan chiqmagan ishtirokchilar o'z shaharlariga ko'chib o'tishadi. Qolaversa, bu mavsumda ular oralaridan bittasi sohib bo'ladigan $1 million xususiy orolga olib ketadigan vertolyotlardagi o'rin uchun kurashishadi. Bundan tashqari ular haqiqiy qaroqchilar kemasidan to'p otishadi, monster traktorlar ham bor va haqiqiy dengiz harbiylaridan qochishadi. Eng yaqin do'stlaridan kimni poyezdga chiqarishni hal qilishlari kerak bo'ladi. Albatta, ular 5 sovrindan tashqari millionlab dollarlarni yutish imkoniga ega bo'lishadi. Ammo hamma ham o'ziga ishonmayapti. Afsuski, barcha ham g'olib bo'la olmaydi. Menda unchalik ham imkon yo'q. Raqiblarimni ko'rdim. Haqiqat shuki, kimdir o'yindan chiqishi kerak va bu men ham bo'lishim mumkin. Hozirgacha chiqmagan bo'lsam, bu omadim kelganidan. Ammo o'yinning qoidasi shu va biz shuning uchun shu yerdamiz. $5 million oladigan yagona o'yinchi qolgunicha bitta chiqib ketamiz. 4 oylik o'g'lim bor. Otam nafaqadagi harbiy. Rafiqam va 3 yoshli o'g'limni tashlab keldim. O'g'limni kelajagi uchun kurashaman. Hamma narsaga tayyorman. Qayerga deysa boraman. G'alaba qozonish uchun qo'limdan kelgan hamma ish qilaman. $5 million. Bu yerda ajoyib do'stlar orttirdim. Ularning o'yindan chiqishini ko'rish juda og'ir bo'ladi. Har bosqichda g'alabaga yana ham yaqinlashyapmiz. Ammo yo'lda davom etish uchun yaxshi insonlar bilan xayrlashish kerak. $705 ta ishtirokchi qoldi. Keyingi bellashuvga tayyormisiz? Tushunib turibman. Bu o'yinlar sizni ancha qiyin ahvolga solib qo'ydi. Shuning uchun keyingi o'yin sizga ancha tanish bo'lsin dedik. Minoralaringiz shundoq yonginasida rangli qutilar turibdi. Qutilarning ichida bloklar bor. Sizdan talab qilinadigan barcha bloklarni 10 daqiqa ichida qizil ustunning ustiga taxlash. Qanday bajarishingizni ahamiyati yo'q. Faqat vaqt tugashidan avval barcha bloklar qizil ustun ustida bo'lishi kerak. Agar 10 daqiqadan keyin qandaydir blok qizil ustunga qo'yilmagan bo'lsa yoki minorangiz qulasa, o'yindan chiqasiz. Faqat minorasi qulagan ilk 100 kishini o'yindan chiqaraman. Qo'llarim qaltirab ketyapti, rostdanmi? Taymer ishga tushishi bilan ishga kirishishingiz mumkin. Vaqt ketdi. Orangizdan 100 kishi o'yindan chiqqunicha davom etamiz. Bu yerda eng muhimi shoshmaslik. Hozirgacha bu yer juda ham shovqin edi. Ammo endi 700 dan ko'proq o'yinchi bo'lishga qaramasdan, deyarli suv quygandek jimjit, go'yo sukunat cho'mganday. Xudoyim.
Hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi. Yo'q. Xudoyim. Minora quladi. Hayotimdan nafratlanaman. Mana shunday. Yo'q. Yo'q. Yaxshimisan? Yo'q. Hali vaqt bor. Bilmayman. Iloji boricha kvadrat qil. Tekis bo'lish kerak. Mustahkam bo'ladi. Meniki qanday? Zaif joyi bormi? Ajoyib. Yuqori chap tomon. Ha, o'sha yerni to'g'rilash kerak. Biroz yonga og'a boshladi. Chapga qiyshayaptimi? Yo'q, muvozanat uchun kerak bo'ladi. Yo'q, yo'q. Yo'q. Men yuzasini kengroq qilib, baland qilishga qaror qildim. Qarshimasmisan? Menimcha tegmaganingiz ma'qul. Bo'pti, unda tegmayman. Hammasi diqqat bilan ishlayapti. Nihoyat ovozingni eshitdim. Menimcha u bilan o'zing shug'ullan. Mayli, lekin nega endi men? Qo'lingdan keladi. O'zingga ishon. Yo'q, bilmayman, qo'limdan kelarmikin, ha? Uzatib yuborasanmi? Kechirasan, afsusdaman. Uzata olmayman. Kechir. Menimcha amalladim shekilli. Ha. Yo'q. Obbo. Menimcha bir tomonga ozgina og'yapti. Minora quladi. Ushla, ushla. Yo'q. Obbo, o'ng tomonga qo'y. Shu yergami? Ha, teng bo'lish uchun. Shundaymi? Shunday. Ushlab tur. Shunday ushla. Quloq soling. Hech kim qimirlamasin. Qaytaraman, hech kim qimirlamasin. Agar hammasi bo'lib 100 dan kam minora qulagan bo'lsa, 100 ta minora qulaguncha davom etamiz. Biz qancha minoraning qulaganini sanagunimizcha joyingizdan qimirlamasdan turishingizni maslahat beraman. Meniki yiqilmasidan 100 ta minorani qulashiga umid qilaman. Qimirlashga ham qo'rqyapman. Qo'limdan keladi. Men texnik bo'lib. Sizga kamera orqasini ko'rsatay. Bu yer xavfsizlik xodimlarimizning nazorat xonasi. Bu xodimlar minoralarning qaysi biri qachon qulaganini topish uchun dunyo rekordini yangilagan kamera tizimimizdan foydalanadi. Tizimda hammasi bo'lib 1107 ta kamera orqali birinchi bo'lib qaysi minoraning qulagani va kimning uyiga qaytishi aniqlanadi. Menimcha hammasi joyida. Xuddi shunday. To'g'ri. Bunday dema. 545-raqamli ishtirokchi. Holatini aniqlash. $5 million. Mayli bolalar, bir daqiqa diqqat qiling. Bu bellashuvda 100 ta ishtirokchi o'yindan chiqishi kerak. Va zaldagi 1000 dan ortiq kameralardan olingan yozuvlarni ko'rib chiqqach, bir qarorga keldim.
100 dan ortiq minoralar qulagan. Bu shundan dalolat beradiki, agar minorangiz qulagan bo'lsa ham o'yinda qolishingiz mumkin. Asabiylashganimdan oyoqlarim qaltirab ketyapti. 3 gacha sanayman va qaysi o'yinchilar chiqib ketganini darhol e'lon qilaman. Kimlarning chiqib ketganini ko'rishga tayyormisiz? Ha! 3 2 1 Boshla! Yo'q. Obbo. Uzmedia.tv O'zbekistondagi birinchi raqamli media portal. Ahvol yaxshimi? Ha! Agar minorangiz oq bo'lsa, demak siz asosiy sovrin uchun kurashishda davom etasiz. Ajoyib. Minorasi qizil bo'lganlar esa o'yindan chiqib ketasizlar. Bu ajoyib bo'ldi. Qoyil. Yuragim chiqib ketdi-ya. O'yindan chiqib ketdim deb o'ylagan ko'pchilik kurashni davom ettiradi. Ko'rinishidan ba'zi o'yinchilar bundan xabarlari ham yo'q. Bu taqdir. Bu Xudoning ishi, aytgandim-ku. Ha, biz keyingi bosqichga o'tdik. Endi sovrinni yutishga harakat qilamiz. Ha, biroz yig'layapman. Chiqib ketmadim, ammo uning omadi kelmadi. Bu juda alamli. Juda ham og'ir. Ammo men hali ham o'yindaman. Birozdan keyin chiqib ketadiganlarni hurmat bilan kuzatib qo'yaylik. Xayr, do'stlar. Xavotir olmang, tushning ilk lahzalari qo'rqinchli bo'ladi. Keyin hammasi yaxshi bo'ladi. Tushiring. Пинко Казино. Безлимитные и самые быстрые выводы для игроков. Найди сайт Пинко Казино, регистрируйся, вводи промокод КИНО и забирай свои фри-спины. 605 ta ishtirokchi qoldi. Keyingi bosqichdan keyin qolgan ishtirokchilar shahrimizga ko'chib o'tishadi. Shaharga ketamiz. Yaxshi, shu yergacha kelgan hammani tabriklayman. Olg'a gulam. Endi chiqib ketish juda achinarli bo'ladi. Muammo shundaki, shaharda faqat 5 ta yotoq bor, ammo siz 605 tasiz. Yo'q! Yana 100 dan ortiq ishtirokchini kuzatib qo'yishimiz kerak. Shuning uchun kichkina bir o'yin o'ynaymiz. Bu o'yinda yana jamoa bo'lib bellashasiz. Biroq bu gal jamoangiz chapingizdagi va o'ngingizdagi ishtirokchilar bo'ladi va jamoadagi ishtirokchilar soni turlicha bo'ladi. Sizningcha qanday o'yin bo'ladi? Pora! Poranikiti kelyapti. Pora! To'g'ri topdingiz. Bu o'yin oxirida 5 million dollar bo'lgan yo'lingizdagi oxirgi to'siq. Sizlarga pora taklif qilaman va porani qabul qilgan kishi o'zini va qatoridagilarni o'yindan chiqarib yuboradi. Poraning miqdori asta-sekin oshib boradi. 500 ta ishtirokchi qolgunicha davom etadi. Yagona qilishingiz kerak bo'lgan narsa qo'lingizni ko'tarib, oldingizdagi tugmani bosish. Shundan so'ng bir zumda oldingizga pul to'la jamoadon keladi. Darhol zalda tartibsizlik boshlandi va insonlar bir-birlariga ismlarini aytishni boshlashdi. Men ismim Jonathan. Men Alejandroman. Raqamlarni emas, ismlarni ayting, chunki bu o'yinda faqat birgalikda harakat qilib g'olib bo'lish mumkin. Tushunarlimi? Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar va o'yinchilar. Va endi biz yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Qani? Ey, bu tomonga. Aqlga sig'maydi. Lori! Mening ismim Lori. Uddalaymiz. Qasam ichaman. Pora olmayman. 400. Yo'q, tugmani bosmaymiz. Zinhor. Yo'q. Yo'q, rozi bo'lmaymiz. Chidang. Biz g'olib bo'lamiz. Zo'r jamoamiz. Aniq shaharga ko'chib o'tamiz. Bu yerga bekorga kelmadik. Qani olg'a, ha! Sen u bilan gaplashmading. Qanday qilib unga ishonyapsan? Ishona olmayman, albatta. Ishona olmayman. Unga hech narsa demadim, lekin bilishim kerak. Bu juda qiyin. Xayolingda raqam bormi? Ha, lekin ularga aytma. Bu eng muhim qaror bo'lishi mumkin. Meni aldamoqchi bo'lyapti. Birinchi poraga tayyormisiz? Qo'riqchi, jamoadonni olib kel. Menda ichida 10 ming dollar bo'lgan jamoadon bor. Birinchi pora 10 ming dollar. Menimcha
Menimcha taklifni qabul qilaman. Ko'pchiligingiz uchun 10 ming dollar kam, ammo yaxshi xabar shuki, qo'limizda hali ko'p pul bor. Qani, ikkinchi jamadonni olib kelingchi. Qani? Endi menda 20 ming dollar bor. Yo'q. Ey Jordan, odamlarni qo'rqityapsan, birodar. Kim, menmi? Ha, nima haqda gapirayotganingni tushunmayapman. Ammo men xotirjamman. Qancha pulga jamoadoshlaringni sotasan? Hech qanaqa. Ammo ana u yerdagi pulni bersangiz Kimdir sotaman. o'yindan chiqqunicha davom etamiz. Biz ketmaymiz. Ey, shoshma. Kimdir 20 mingni oldi. Jin ursin. Bu g'irt bema'nilik. Men jamoaga ishongandim. Hammasi tamom. O'yining haqida fikrlaring? Bu o'yin bu yerga do'st orttirish uchun kelmadik. 400 tugmani bosmaymiz. Zinhor. Men bu yerga o'zim va oilam uchun keldim. Shuning uchun Qaroringni hurmat qilaman. bosdim. Bu adolatsizlik. Men hech narsa qilmadim axir. Qatorda 8 nafar ishtirokchi bor edi. Bu shuni bildiradiki, endi 597 ta o'yinchi qoldi. Demak, yana 97 kishini o'yindan chiqarish kerak. Xo'sh, kim 20 mingni xohlaydi? Hech kim xohlamaydimi? Yo'q-e. Xo'p, unda 50 ming dollarga nima deysiz? 50 ming dollar ham katta pul. Seningcha qatoringda kim eng zaif bo'g'in, ha? Oramizda qolsin 674 yomon. Shunday o'yin bo'lishi e'lon qilinganda hammamiz bir-birimizga qaradik va hech qachon deb o'yladik, ammo u ikkilanayotgandek ko'rindi menga. Hamma bir-biriga ishonadi. Ha, yaxshi. Zo'r bu 5 million dollarlik ishonch. U o'ylayapti. Men esa asabiylashyapman. O, kim bosdi? Ishonmayman bu o'sha. 674-raqam. Sen uning uchun xavotirlangandingmi? Xudoyim, sotgan odamlaringni oldida turibsan. Qani ko'raylikchi, yana kim 50 ming xohlaydi? Men xohlayman, birodar. Jin ursin, o'tir, nima qilding? Ularga achinyapman, ammo Orqaga qaramasang ko'rmaysan. o'zim ham shunday qilmoqchiman. 50 mingni olish bu ahmoqlik. Yuziga ham qarashni istamayman. Uni kechirmayman hech qachon. Hali ham maydonda 583 ta ishtirokchi bor. Unutmang, 500 kishi qolgunicha davom etamiz. Yana kimdir tugmani bosdi. Nima uchun bosding? Ochiq gapiraman, jamoamga ishonmayman. Jamoangda kimdir bosadi deb o'ylading? Ha, bosadi deb o'ylagandim. Ishonmayman. Mayli, yana bir kishi bosdi. Rostdanmi? Yana 50 ming ketdi. Sen meni o'ldirding. O'zing aytganingdek, o'zimizni o'ylashimiz kerak. Men jamoaga ishonaman. Biz albatta g'alaba qozonamiz va shaharga boramiz. Ha, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Biz juda yaxshimiz. Hatto planshetga ham qaramayapman. Hayotingizda shunday imkoniyat bo'lganmi? Bitta barmog'ingizni ko'tarib, bitta tugmani bosib, shu zahoti Porani olish. 50 ming dollarni qo'lga kiritish imkoningiz bo'lganmidi? 50 ming dollar. Ha mayli. 50 ming Qayerda? dollar. Yo, xudoyim. Ishongim kelmayapti. Kimdir tugmani bosdimi? Ishongim kelmaydi. Bu bosqichda allaqachon 320 ming dollarni tarqatdim, ammo hali yana 15 o'yinchi chiqib ketish kerak. Yaxshiyamki men istaganimcha pul tarqatishim mumkin. Porani ol. Qoyil, bu qator juda ham qat'iy, qo'llari futbolkalarning ichida. Men hech qayerga ketmayman. Yana biroz oshiraman. Yangi taklifim roppa-rosa 80 ming dollar. Tez orada faqat 500 kishi qoladi. Yana kim 80 ming xohlaydi? Yaxshisi men birinchi bo'la qolaman. Yana bitta. Aqlga sig'maydi. 80 ming dollar. Yo'q. Yo'q. 80 ming dollar. Pulni oling, siz uchun to'g'risi shu. Esingizni yeb qo'yibsiz. Bu juda ham katta pul. Yana bir tugma bosildi, yana bir tugma. Sen bosdingmi? Ha, pulni oldim. Buni oilam uchun qildim. Shunday. Ahmoq. Hammamizni ham oilamiz bor-ku axir. Endi 514 ishtirokchi qoldi. Yana 14 kishi o'yindan chiqish kerak. Buni tezroq tugatish uchun yana 2 jamoadon olib keling. Bu meni oxirgi taklifim. Roppa-rosa 100 ming dollar. Qani, ko'ramiz. 500 o'yinchi qolgunicha o'yindan chiqib ketgan odamga 100 ming dollar beramiz. 100 ming dollar. Kimdir bosdi. Kimdir bosdi. Ishongim kelmaydi.
Yaxshi, endi 508 kishi qoldingiz. Ay, Xudoyim, ishonmayman. Yana 8 kishi chiqib ketish kerak. O'yinda 100 ming dollar bor. 100 ming dollar. Ehtimol bu oxirgi bosilgan tugma bo'lishi mumkin. Qani ko'ramiz. O, xudoyim, aqlga sig'maydi bu. Qoyil. Keyinchalik yanada kattaroq sovrin bo'ladi. Men hatto qaramayapman ham. Nimalar bo'lyapti? Ha! 173-raqam tugmani bosdi. Ko'raylikcha qatorda 8 kishi bormikan? Bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta. Jin ursin. Bizda kichik muammo bor. Qatorda faqat 7 kishi bor. Endi hammasi bo'lib 501 kishi qoldi. Nahotki. Shaharda esa faqat 500 ta yotoq bor. Juda ham yaqinlashdik. Ha, zinhor bosmang. Unutmang, shaharda Lamborghini va yaxta bor. Hammasi sizniki bo'lishi mumkin. Menga Tesla yetadi, xo'pmi? Biz albatta shaharga boramiz. Men shaharga ketaman. Pullarni oling. Shaharga. Hozirgacha bu o'yinda Qo'llarni cho'ntakka soling. odamlar ishonch haqida baqira boshlashdi. Qarang. Bir-birimizga ishonamiz, to'g'rimi? Albatta. Shaharga, 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 shaharga. Ammo ba'zida eng ko'p ishongan insonlaringiz aslida Xudoyim, ishonchingizni oqlamasligi mumkin. 100 ming dollar. Men bosdim. Qanaqasiga? Axir bu 100 ming dollar. Xudoyim. Rosa ham jahlimni chiqarding. Hammasi tugadi. Men ishongandim. Hammasi tugadi. Ha! Nihoyat tugadi. Agar minorangiz oq bo'lsa, rasman keyingi bosqichga o'tdingiz. Biz shaharga boramiz. Olg'a! Biz omon qoldik. Olg'a! Ha! Tabriklayman. Biz shaharga boramiz. Biz shaharga boramiz. Ha! Oxirgi tugmani bosgan odam 100 ming dollar yutib oldi. Ajoyib. Endi bizda 500 dan kam ishtirokchi qoldi. Mayli, uni kechiraman. Biz allaqachon 2 million dollardan ortiq mukofot pullarini tarqatdik va birinchi bo'limning o'zida rekordni yangiladik. Hali birinchi bo'limdamiz. Va o'yin oxirida shou biznes tarixidagi eng katta pul sovrini bo'lgan 5 million dollarni qo'lga kiritadi. Hali ham imkoniyatingiz bor. Ha! O'yinni davom ettirayotgan 493 ishtirokchi ketayotgan do'stlaringiz bilan xayrlashing. Qani? Endi yangi uyingizga ko'chib o'tish vaqti keldi. Chiqib ketayotganlar esa 5 million dollar bilan xayrlashinglar. Пинко Казино. Безлимитные и самые быстрые выводы для игроков. Найди сайт Пинко Казино, регистрируйся, вводи промокод КИНО и забирай свои фриспины. 493 nafar o'yinchi qoldi. Bu hayotingizdagi eng go'zal manzara. 500 kishi, bu juda ham ko'p. Qo'riqchilar, darvozalarni oching. Sizlar uchun qurgan shahrimga xush kelibsiz. Beast City. Beast Cityga xush kelibsiz. Shaharni butunlay noldan barpo qilish uchun 15 milliondan ko'proq pul sarfladim. Oldimizdagi bir oy davomida shu yer uyingiz bo'ladi. Barselona shunchaki klub emas, u bir oila. U har birimiz muxlislar, xodimlar, o'yinchilar. Biz o'z an'ana va uslubimizga egamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, biz bilan bir DNKda bo'ling. Endi yanada yaqinroqmiz. Barselona va OneXBet. Chumoliga o'xshab ko'rinishyapti. Bu bo'limning so'nggi surprizini e'lon qilmasimdan avval sizlarni nimalar kutayotganidan xabardor qilmoqchiman. Bu yerga kelganingiz bilan faxrlansangiz arziydi. Uzoq yo'l bosib o'tdingiz, 1000 ta ishtirokchi bilan boshlagandik va eng yaxshi 500 likka kirishni uddaladingiz. Bu hali faqat boshlanishi. Keyingi bosqichlarda shou biznes tarixidagi eng aql bovar qilmas ruhiy, Ushla! hissiy va qimmatli o'yinlarga guvoh bo'lasiz. Odamlar o'zlarining shaxsiy orollarini yutib olish uchun kurashishadi. Albatta, ortlardagi dengiz harbiylaridan qochishni eplashsa.
Olg'a, olg'a! Ishtirokchilar o'z do'stlarini chiqarib yuboradigan poyezdni yoki katta miqdordagi pulni tanlashga majbur bo'lishadi. 1 million dollar. Ishtirokchilar yangi Lamborghini va boshqa ko'p narsalarni yutib olishi mumkin. Omadingizni bersin. Ko'raylikchi o'yinimizdagi shu 493 ishtirokchidan qaysi biri shou biznes tarixiga kiradi. Ba'zilarining hayoti o'zgarayotganda ularning bank hisoblari ham o'zgaradi va oralaridan bir kishi chempion bo'lib shou biznes tarixidagi eng katta pul sovrinini qo'lga kiritadi. Qani, tayyormisizlar? 24 soatlik taymerni ishga tushiring. Vaqt tugaganida yarmingiz chiqib ketadigan o'yin boshlanadi. Shou yana bir oy davom etadi. O'rningizda bo'lganimda shaharga yaxshilab joylashib olardim. Uzmedia.tv eng yangi tarjima kinolar faqat bizda.